أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب لحوم الأضاحي باب لحوم الأضاحي أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق. سمعت عائشة أم المؤمنين تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا لثلاث ليال وتصدقوا بما بغي. فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي كانت دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. لحوم الأضاحي قربان لقيان مالlarning go'shtlarini qanday bijtirab qilish. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Abdullah ibn Waqidga shunday so'zlab turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurbonlikning go'shtlarini 3 kundan keyin yeyishdan to'sgan. 3 kundan keyin ya'ni birinchi kuni Qurban aytning birinchi kuni, ikkinchi, uchinchi kun, ya'ni 3 kun o'tib ketgandan keyin 4-chi kundan tortib yemaslik demakchi. Agar ikkinchi kun so'ygan bo'lsa, 5-chi kundan tortib. Yani so'ygan kundan keyin 3 kun deydi. Qala Abdullah ibn Abi Bakr فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. Abdullah ibn Abu Bakr bu hadisni Abdullah ibn Waqiddan olgan ekan, Amra bint Abdurrahman shu ayolga so'zlab bersam faqalat sadaqa. Yani Abdullah ibn Waqid hadisni to'g'ri yetkazibdi, lekin bu vaqalik mansux demakchi. To'g'ri aytibdi. Shu ras. Lekin سمعت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى. دف degan keldi demakchi. Saraliq kishilardan bir guruh qurbayit vaqtida, yani Hadratul Adha degan qurbayit kelgan chog'lar, qurbayit vaqti. Shu chog'da Rasulullohning zamonida Madina keldi. Faqala iddakhiru li 3 layalin va tasaddaqu bima baqiya. Shu chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kun, arablar kechini ko'proq ishlatgan bo'lg'achqa 3 kun saqlab yesanglar bo'ladi, 3 kundan keyin sadiq qilatinglar degan. Falamma kana ba'da zalik, yani keyingi yili qila li Rasululloh sollallohu alayhi vasallam laqad kana an-nas yantafi'una fi dahayahum yujammiluna minha al-wadak. Wadak degan may, quyruq may masalan, yog'lar. Burun kishilar qurbonliqlarning maylarini kuydirib, go'shtlarini qo'rib, pishirib olib qo'ydi. وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ وَاش qo'ylarning terilaridan tulum bir narsani yasaydi. Qala Rasululloh وَمَا ذَلِكَ yasaydi degan ekan, nima bo'libdi? Shunda qisun demakchi. وَمَا ذَلِكَ degani uni bir kim to'sabdimi, nima bo'libdi degan manda. Aw kama qala, shuni o'xshashroq bir gap qildi, ya'ni ravi hozir qaysi ibora ekanligini eslanmadi. Qalu ya Rasululloh nahayta an imsak luhum al-adahi ba'da 3. 3 kundan keyin go'shtni saqlashdan to'sqanlar deganiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innama nahaytukum min ajli daffa. Daffa degani keldi dedi. Yani asta mana bechoralar kelgandek bir mazmun bayoni. Shu kelgan arabilar shunda bechora kishilarni, miskin kishilarni Madinaga ancha-muncha bir oziq-tulik gibi narsa elish uchun kelgan. Xuddi masalan bir tilab kelgandek, yordam talab qilib kelgandek bir ahvol bor. Şu kelgan miskinlar uchun 3 kundan keyin saqlanmanglar, avlim beringlar deb mana degandim, lekin hozir saqlab olsanglar bo'ldi, yanglar, sadaqa beringlar, olib qo'ysanglar bo'ldi demakchi. Akhbarana Malik akhbarana Abu Zubayr al-Makki an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالادخار بعد 3 والتزود، وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نهى عنه، فقوله الآخر ناسخ للأول، فلا بأس بالادخار والتزود من ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 ثم قال بعد ذلك كلوا وادخروا وتصدقوا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق، وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث، وإن تصدق بأقل من ذلك جاز. لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية جيرني يجانغو غوشترني يجان بندا يش يعني مستحب. لا بأس ما مس مستحب. ويدخر ويتصدق صدق برش الله تعالى هدينا مستحب فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر يعني كان صدق بر الله ديان مضمون chiqdi. وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث. 3/1 az sadiq qilishni yaxshi ko'rmaymiz. Ya'ni 3/1 sadiq qilgani shu afzal demoqchi. Va in tasaddaqa bi aqalla min zalika jaza. Undan azm qismi joiz. Faqat sadiq qilmasmi joiz. 3/1ni berish asli bu hadiyga kelgan. Hadiy qurbonlikni manda hadiyga qiyos qilib turib, shunda 3ga bo'lishni tavsiya qildi ular. Aqiqni undan qiyos qilsak, umayda chiqdi. 3/1ni o'zi yeydi. 3/1ni hadiya qildi desak 3/1ni sadaqa qildi demdi. باب في الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بأضحية أخرى. قال محمد وبهذا نأخذ إذا كان الرجل في مصر يصلى فيه العيد فذبح قبل أن يصلي الإمام فإنما هي شاة لحم ولا تجزئ من الأضحية. ومن لم يكن في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن المصر فإن ذبح حين يطلع الفجر أو حين تطلع الشمس أجزأه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Qurbanlık qilish vacib. Yani bir mezhepten qarashida. Eid namazı chiqishdan burun, Eid namazdan burun deyli, Eid namazdan burun qurbanlık qilsa, o qurbanlık hesap bo'lmaydi. Mısır munsarif, g'ayr munsarif joiz go. ومن لم يكن في مصر يعني في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن مصر. أنوا يزلد ولا بقاسا، شل بياولد ولا بقاسا، تان أتقان چağda ya gün çıkan çağda boğulması meyil değmez. Bu hamda Eid namazı okunmaydıgan boğaçka belki. Şunda diyen buluş mümkün. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunda namazı mınaştın burun kurbanlık qilib qopdimi degan sahabaga Uwaymir ibn Ashqar al-Ansariga Resulullah qayta birni nima qil dedi. Endi buning masalan ba'zi sahabalarningki 6 oylik yo'g'on bir o'g'liqim bor desa, ashuni qilgin lekin sendan keyin hech kimga durust bo'lmaydi dedi. باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد. أخبرنا مالك أخبرنا عمارة بن صياد عن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحد يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهاة. قال محمد كان الرجل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم أهله، فأما شاة تصبح عن 2 أو 3 أضحية فهذه لا تجزئ، ولا تجزئ الشاة إلا عن الواحد، وهو قول أبي حنيفة والعامة. Bir neçeylendim bir kurbanlık kıysa bulduğun ahval hakkında Ata ibn Yasar Ebu Ayyub el-Ansari rivayet kıldı. Ebu Ayyub'nun ismi şu İstanbul'da kabrası var sahabe. Halid ibn Zeyd mi?
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. Bir qo'yni er kishi o'zi va o'ziga tava bo'lgan balchaqlarga hisoblab bo'g'izlasa bo'ladi. Biz shunday qildik. ثم تباهى الناس بعد ذلك. Undan keyin kishilar undan cho'ngchilik qilib, ko'z qilib, har bir kishiga uydagi bir kishiga birdan qo'y bo'g'izlaydigan yoki 3-4 ni bo'g'izlaydigan ishlar bo'lib ketdi dedi. Fasarat mubahatan. Ondan bu shunda ko'z qildigan ish bo'ldi. Lekin shariatning o'lchimida shu bir oilaga bir qo'y nima qilsa yetarli demoqchi. Qala Muhammad kana rajulu yakunu muhtajan. Asli bunga qurbonlik vojib emas. Buni ehtiyoji bor kishi. Shuni qurbonlik qildi bu. Odatda sirtdan go'sht sotiladi-ku. Qurbonlik qilay, go'shag'ning o'rnida ham savob bo'lar deb, unda qizi fayakulu va yut'imu ahlahu. O'zi va balchaqlarga yegizdi, to'nat qilib qo'yib yesa, bu savobga erishgan bo'ladi. Ya'ni uning haqqida mustahab bir savob olgandek ish bo'ldi, vojib emas. O'zi muhtoj adam. Masalan, mushalik o'quvchilarmi o'zining sal ehtiyoji bor turib, qurbonlik qilishga imkoniyat bo'lsa-mu, qilsa, sirtdan go'sht sotib olganning o'rnida qurbonlikning savobi bo'lg'achqa qo'shib foydalangan bo'ldi. Fa amma shatun tuzbahu an 2 aw 3. Ammo vojib bo'lgan kishilardan 2-3 ni akab turib, bir qo'y bo'g'izlasa, bu odob bo'lmaydi. Har biriga birdan qo'y bo'lish kerak. Ya'ni bir qo'ydan vojib bo'lgan kishilardan 3-4 kelib, bir qo'y bo'g'izlab qolsa vojib odob bo'lmaydi. Va la tuzsha illa an al-wahid. Wa qawl Abi Hanifa wal 'amma. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال محمد وبهذا نأخذ البدنة والبقرة. البدنة مفرد أير جمع البدن. البدنة والبقرة تجزئ عن 7 في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما biz Rasulullah sallallohu alayhi vasallam bilan Hudaybiya degan joyda shu Bay'atul Ridwan tahta shajara bay'at qilgan shu chaqlarda bir tugini yoki bir kalini 7 kishiga hisoblab qurbonlik qilgan to'q. Yani hediye qilgan to'q, qurbonlik qilgan to'q demoqchi. Qal Muhammad va bihada na'khudhu al-badanatu wal-baqaratu tujzi'u an 7 fil udhiyati wal hadi. Qurbonlik to'sin, hadiy to'sin 7 kishiga hisob bo'ladi. Mutafarriqina kanu aw mujtami'in. Bular bir oildan bo'lsin, boshqa oildan bo'lsin, o'xshash. O qawl Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. Yani mutafarriqin degan 7 kishilar bo'lsa, 7 kishi bo'lsa, har biriga qurbonlik vojib bo'lgan bo'lsa, 7 qo'yning o'rniga desaydi demoqchi. Qo'yning o'rtasida masalan bizdan bir oy 4 kishi bo'lsa, baladan 4dan kishi rivoyatda qo'yib qilsa, o'chada savob muvofiq bo'lmaydi. Her biringlar ayrim qurbonlik qiladigan bo'lsanglar, har biringlar birdan qilishinglar kerak bo'ldi. Her biringlar birdan qilolmasanglar, qilishni his qilib qilsanglar, qurbonlikning savobi bo'ldi, ham go'sht yeysizlar. باب الذبائح. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا كان يرعى لقحة له بأحد. كان يرعى لقحة له بأحد فجاءها الموت فزكاها بشظاظ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها فقال لا بأس بها فكلوها. ذبائح bo'g'izlash ahkamlari bir kishi sahabe kiramlardan bir kishi Uhud tig'ining bag'rida sutlik bir tugisini o'tlatayotgan dedi. Ya'ni balki bo'tiliq va ya sut chiqadigan bir tugi ekan. Faja'al maut. Do'st bu og'rib qolib kasallanib o'lgili qolibdi. Fazakkaha bishidadin. Uni o pichoq ya bir narsa topolmay, bunda biz chiqargan bir tayoqda bo'g'izlabdi. Qo'zoq masalan. Ya qirliq ashunda bir tayoq bo'lsa, shuni ish qilib bir terini kesib, tumoni kesadigan bo'lsa, ashuni bo'g'izlabdi. Sonra Rasulullohdan hukm so'rasa, inson bo'ldi. Ya'ni bisliq narsa bo'g'izlagan ekan, inson bo'ldi.
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن رجل من الأنصار أن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية كانت لكعب بن مالك ترعى غنما له بسلع فأصيبت منها شاة فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. قال محمد وبهذا كله نأخذ كل شيء أفرى الأوداج وأنهر الدم فذبحت به فلا بأس بذلك إلا السن والظفر والعظم فإنه مكروه أن يذبح بشيء منه وهو قول أبي حنيفة والعامة. Sal degan shu Madinaning tog'laridan birisi. Bu yuqorqi hadisga o'xshash. Bu toshda, bisliq bir toshda bo'g'izib o'tibdi. İmam Muhammed rahmetullah alayhi dedi. Ana shunda bisliq narsa bo'g'izib o'tsa halol bo'ldi demoqchi. Kullu shay'in afral awdaj. Afra degan kasdi degan. Awdaj shu shox tomirlar. Har bir bo'yonda masalan 2 vadaj bo'ldi. Yoki shu qizil Kırdıktan doq, aşkana, aşna aslanmını avdaj divasını töttal nasıl oldu. Aynı aslını kesken kanda bislik nasıl bulab qalsa, kanını iqtalısa, aşona boğuzlasa bulavurdu. Haqiqat lamamda bunun istisnaqlığını çiş bilan boğuzlaşqı bo'lmaydi, tırnaq bilan boğuzlaşqı bo'lmaydi, ustixon bilan boğuzlaşqı bo'lmaydi. Fa innahu makruhun an yuzbaha bi shay'in minhu. Aşna aslan boğuzlash makruh hadislarda kelgan bo'yicha. Nima uchun tishdi desa, bu tish degan bu ustixon. Shunami? Tish va ustixonlar bizning jin qarindoshlarimizninki tamoqlari, ozuqtiligi. Uni unda maynat qilib olsak bo'lmaydi. Tishda qo'yilganlar siz boshqani bu bo'lmaydi dedi shu. Makruhmi? Tish bilan bo'g'izlash makruh. Bu balkimda jinlarning tamoqi bo'lganlik uchun deb bu bir sabab desak, ikkinchisi o'sha odamni bir izzatlashdan iborat. Sen u yirtqich hayvonga o'xshash tishlablam yo'llasimisan yo bo'rimmisan, shundalam nima qilgan. Bunda odamga loyiq bir bo'g'izmamsa buni degan tariqada kelgan hukm bo'lishi mumkin. Ham jillarning o'zi, jillarningki u yemak-ichmakdan maynat qilib o'tmaslik, shunga maynat qilib o'tmaslik sababi bo'lg'achqa biz ustixonni istinjo qilishimiz cheklangan. Rasululloh chalma keppa deb ya tasha keppa deb tizak ekanmi, ustixon ekanmi dedi. Shunami? Tizak jillarning uloqlarining yemiki, ustixon jillarning yemiki. Uzvetse aram buldu. Kuşkaçtınkine nasıl? Xotanda şahı kadar şunda aram yavagen gap. Uzvetse kanç kadar asamdı. Lekin bu boğuzlaşılmaydı. Mesela sözmak demiyorum da. Sözmakның taş var. Taşını atkanlıkken bu vakit deyip ya mınsıyıp bunu sokulgan mevkuda kılıvdı, aram kılıvdı. Ya. Bendaka degen şu. Şunda sözmak bu narsalar. Ya taş ne mesela? Oktaki taşını atılgan bu taş bedenin içi teşvik kirmey, urup sokap oturgan bolsa bendaka degen şu. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بدأ فلا بأس به إذا اضطررت إليه. إذا اضطررت إليه. فلا بأس به إذا اضطررت إليه. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بذلك كله على ما فسر. لا بأس بذلك كله. لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك. وإن ذبح بسن أو ظفر منزوعين فأفرى الأوداج وأنهر الدم أكل أيضا وذلك مكروه. وإن كان غير منزوعين فإنما قتلها قتلا فهي ميتة لا تؤكل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. سعيد بن المسيب نديكن ما ذبح به إذا بدع ديگه قطع ديگه manda kesalsa, aşın boğuzlasa buldu. Ana muhtaç olab qalgan ciddi paytlarda, onu jeniş ketkili qilib, aram olab qalib qancha qatçı qulğı nima chiqsa bir narsa shart qiliblam,
kesvazı buldu demakchi. Yani halatil ittirar. Ama ihtiyari holatda mishadiga shu shox to'murlarni, qizil kekirdekni, kanayni kesish lozim. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك. Ben yuqorida sana bayon qilib berdim. Endi tish va tirnoqlarni badandan ajratib kesib olib bo'lgandan keyin shuni bo'zlab qolsa, tirnog'imda odamning tirnoqini yo yo'g'on unda bo'lsa, shunda kesib bo'zlaydigan ishlar bor o'xshaydi ekan. Unda bo'lib qolsa, fa afral awdaj, shu shox to'mirlarni, kanay kekirdeklarni kessa, qonni iqtolsa, yesi bo'ladi, endi u bo'g'izgan bo'ldi, lekin hadisda kelgan bo'g'achqa cheklindi demakchi. Hadis kelgan bo'g'achqa makruh bo'ladi. Yani bu tirnoq bu habashlarning pichiqi deb kelgan. Tirnoqning. Yani habashlar xuddi shularda bir yavoy bir xalq. Afrikaning Senegal, masalan, Afrika Lusta yoki Zair degandek holda shu kiyim-kiyimda mevzular yashaydigan xalqlar bor. Shular nima qilib qolsa shu pichoq bu narsam yo'q, shu nima deydilar, kesib bo'g'izlashi mumkin. Endi yavoy xalqlarga o'xshab qolmaslik uchun, shunning qiliqini qilmaslik uchun, odamga loyiq, madaniyatli kishiga loyiq ish qilish uchun shunda buyurgan gap. Ya bu hammasiga qaratilishi kerak, chunki bu bir ustixon hisobida. Vazalika makruh dedi, endi Shafiy mazhabda va Imom Ahmadnikida bu o'zi o'lib qolgan tapga o'xshash, uni harom deydi. Va in kana g'ayra manzu'ayni, ash badanda bor ekan masalan, qo'ldagi tirnoqda yoki og'ziga tish bilan endi o'tgan bo'lsa, bu shar'iy bo'g'izlash emas, bu o'tirashdan iborat. Odatda bir o'tirayotgandek qilam. Bundan keyin bu harom molga aylandi, yeyilmaydi deydi. باب الصيد وما يكره أكله من السباع وغيرها. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. أبو ثعلبة الخشني مو شو تحت الشجرة بيقتيغان صحابة كراملادن ماجن تشلق يرتشل الله نيشتن توسقان نمج ماجن تشتمدو اشتربتكي قوزشي يرتقوش قوش خوراي والله. أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال محمد وبهذا نأخذ. يكره أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ويكره من الطير أيضا ما أكل الجيف مما له مخلب. جيف مما له مخلب أو ليس له مخلب، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا وقول إبراهيم النخعي رحمه الله. Yırtqıç hayvanlardan magen tishliq va uchar qushlardanmi qamallaydigan tirnoqi bor. Uchar qushlarni eshitdan to'sqan, yana topaydigan tirnoqliq uchar qush bo'lib qolsa, bu makruh, yana harom. Sahoba kiramlar shunda topaydigan uchar qushlarni eshitishni yomon ko'radi. Aw laysa lahu miqlab, tirnoq bo'lmasa-mu, lekin topaydigan bo'lsa, shunda. Masalan, qog'ga o'xshash, aliqog'dek. وقول أبي حنيفة والعامة من فقهاء وقول إبراهيم النخعي. Lekin de İmam Malik'nin bazı şagirdleri ve bazı tabi'inler bu neslini as-siba' mesela du muhlab min at-tayr tabi edilgan bo'lsin buni halol deb qaralgan. İmam Malik'nin bazı şagirdlarining qarashi. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa yakuna mayta deb istisnagan. Mushunda bo'lmasam qolgan halol deb Şam'ın oğlu. Evet bu aziz karışın. Cumhur'unki nimesi şu. Ve yuharrimu aleyhimul khaba'ith diyen ayet esasen ve hadis esasen. باب أكل الضب. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن المولد بن المغيرة رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب مخنوز فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي كن في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل هو ضب، فرفع يده فقلت أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي،
أعافه قال فاجتررته فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. Dab kila. Yani keslençikning o'g'irroqlari deydi. Shu bilakdek chiqadi uni cho'nglari. Bu shunda qumloq issiqyalda atigan soat 8-9larda chiqib, oftob qaqinib, qishda 6 oy kamaga chirkitib, qurg'oq yalda yashaydigan unda bir hayvon, hasharat deydi. Va Saudiya Arabistonida bozorga chiqib sotadi. Kila. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu rivoyat qildi. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Maymunaning hujrasiga kirgandi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga kiribdi ekan. Ana o'sha Maymuna nima uchun bunda birga kirgan desa, Maymuna Ibn Abbas radhiyallohu anhuning muhammisi nama Xolidning muhammisi mahram. Bo'lmasa unda kirmaydi. Fa utiya bi dabbin mahnud, kavob qilingan kila go'shti keltirildi. Mahnud degan kavob qilingan. Bi'ijlin hanid, haniz yo'qmi Qur'onda? Bor. Yani kavob qilingan İbrahim alayhisalomning eng yoqtiradigan tamoqi kavob. Shu mehmonga shu kavob akildi. Fa ahwa ilayhi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biyadihi. Rasululloh shu kavobni yeyish uchun qo'l uzatibdi. O'ydagi ayollar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demoqchi bo'lgan tamoqning nimaligini deb qo'yinglar deyishibdi bir-biriga. Shundan bu kilatdi degandagi Rasulullohga qo'lni tortdi deydi. Faqultu yani shu degan kishi Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu. Bu haramma deb so'radim. Qolala. Yani ondan kalsın bu halal degandan batdi. Shunga Rasulullohning uyida pishirilib keltirilgan. Haram emas. Valakinnahu lam yakun bi ardi qawmi. Mening qavmimning diyarida Makka va shu atrofdagi yerda bu yo'qdi, bundan narsa yo'qdi. Bu yerda yashamaydigan bo'lsa kerak. Fa ajiduni a'afu. Shunga men sal yirgin qoldikanman yo yemaydi ekanman demoqchi. Yomon ko'rdi ekanman degandek. Qala fajtarartuhu. Shuni oldim shunda tatiblam suqvatdim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarab o'tagandi. Fajtarartuhu. Tatman fahtazaztuhu deb qolsak kesbidin degan bo'ldi. Lekin bu yerda rivoyat ijtarartuhu deb keldi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في أكل الضب؟ قال لست بآكله ولا محرمه. قال محمد جاء في أكل الضب اختلاف فأما نحن فلا نرى أن يؤكل. ما اسمه ما حرم demayma, o'zamayma dedi. Ja fi akl ad-dabb ikhtilaf. Hadislar har xil kelib qoldi deydi. Mana shu kilani yeyish haqida har xil hadislar kelib qoldi. Ama biz yesak bo'lmaydi deb qaraymiz. Bu yerda karaha tahrimiyya yak eng aqalli bo'lgan karaha tanzihiyya. Lekin bu yerda tahrimiy ko'rsatdi. Ba'zi ulamolar haram deydi zaten. Cumhur mubah deb qaragan. Endi Hanifi mazhabining qarshida bunda chekli hadisim bor, halol deb masalan yavasa gap qilmay qarab turgan hadisim bo'lgan ekan, ikkisi kelib qolsa cheklash nimasi ig'ir bosadi deb shuni tarjih qilgan. Aslida bu kilaning masalasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshda o'zi yeb boqmagan bo'lsa, shunda yirginib yemagan. Ya'ni ba'zi chaqilda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam burun Bani İsrail qavmidan bir qabila surati mubaddal bo'lib ketgan. Surati mubaddal esa ba'zi cho'shqiga, ba'zi maymunga aylantirdik degan ayollar bor. Ba'zi kilaga aylantirayotgan ahvol bo'lgan. Yoki surati mubaddal bo'lib ketgan. Men mush kilani shu surati mubaddal bo'lgan Bani İsrail qabilasiniki deb qarayman deb shuni eshitdim to'sgan. Lekin jazmlashtirmagan. Ba'zi hadislarda surati mubaddal bo'lganlar u nasllanmaydi deb kelgan. Bu kila nasllandi. Shundan keyingi vaqtlarda u o'ylaganmi, ashunda holat qilib, Alloh o'zi yemagan, boshqani esa gap qilmagan bo'lishi mumkin. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنه مهدي لها ضب فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أكله فنهاها عنه فجاءت سائلة فأرادت أن تطعمها إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطعمينها مما لا تأكلين. Yani izbiriniz. Özünüz yemeydiğin narsını o sayılgı yigizemsiz. Yani asıl bu sadaqani en afzal narsini berishni ko'rsatadi. Mesela o'zi yigizkengan narsini bas bo'ldi.
uni yegiz kelmasa tilaydiganlar yeyish mumkin. Lekin sadaqaga shu eng afzal narsani berish obdan bo'lg'achqa shuni degan bo'lishi mumkin. Bu yerdan İbrahim an Ayşe dedi. İbrahim Ayşe'den hadis anlamagan dedik-ku. İbrahim Ayşe'den hadis anlamagan. Ondan ki bu senet burada munqata olub mursal dedi. Lekin İbrahimning marasili mesanidlerden kuchliroq degandir. Ama İbrahim mesela bir kişiden algan bo'lsam, qalandan aldım, anda o Ayşe'den aldım. Bunda rivayet qilma. Agar bunun bir neçelerni alsam, bundalam deyitib qolma degan bo'lg'achqa bu balki shu tariqada kelgan bo'lishi mumkin. Başqalar Ebu Hanife an İbrahim an al-Aswad an Ayşe deb bunda muttasil rivayet qilgan. قال محمد أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الحمداني عن عزيز بن مرسد عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى عن أكل الضب والضبع. ضبع. والضبع. سرطلان ضبع ديgan. قال محمد فتركه أحب إلينا من أكله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Endi bu shu may barında qarasak, mesela bu kirahaten ziyadek bina chiqdi-ku. Tatarku ahabbu ilayna degani. باب ما لفظه البحر من السمك الطافي وغيره. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظه البحر فنهاه عنه ثم انقلب فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فأرسلني إليه أن ليس به بأس بأس فقله. قال محمد وبقول ابن عمر رضي الله عنهما آخري نأخذ لا بأس بما لفظه البحر وما حسر عنه الماء إنما يكره من ذلك الطافي وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. طافي degan suvni laylab qolgan. Suvni ulab laylab qoldi-ku. Ashna baliqlarni samak at-tafi deymiz. Ma lafadahul bahr degan dengiz qirg'oqqa dalam ichib qo'ygan narsalar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan dengiz qirg'oqqa chiqarib qo'ygan baliq va shunday narsalarning hukmini so'rgan vaqtida uni yema deb to'sabdi. Thumman qalaba fata'a bil mushaf. Inqalaba degan uyga qaytdi demak. Thumman qalaba raja'a ila baytihi. Uyga qaytib Qur'onni akila debdi. Faqara'a shu Qur'onni echib uhilla lakum saydul bahri va ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Ya'ni va ta'amuhu degan shu so'zni saydul bahr degan o'zi masalan to silab yoki boshqa usuldan tutganni deymiz, nima? Va ta'amu degan uning tamoqi deganni sahoba kiramlar shunda quruqliqqa chiqarib qo'ygan shu yemekliklar deb tafsir qilgan bo'lg'achqa qirg'oqqa chiqarib qo'yib endi o'lik holatda uchirgan narsalar. Shuning asosan ta'amu deganga asosan undan Nafi'ni shu burunqi fatvo so'rgan kishiga avatib yesang bo'ldi ekan, hech gap bo'lmaydi ekan deb fatvoni o'zgartgan. قال محمد وبقول ابن عمر رضي الله عنه آخري نأخذ. Keyin shu yesang bo'ldi ekan deb ikkinchi qatim bergan fatvosini tutamiz. Dengiz qirg'oq chiqarib qo'ygan narsa va ma hasara anhul ma. Dengiz qirg'oq shunda suvdan bir chiqiblam suv qaytib ketamda, qaytib ketgandan keyin u narsa biliq biz narsa masalan qumliqda suv yo'q, shundalam o'shada qolib qoldi-ku. Endi tiltanishib bo'ladi. Ya'ni suv qurib su yenib ketib yoki ichilib qolgan yerdagi shu qolib qolgan biliq bir narsalarni yesi bo'ladi. Innama yukrahu min zalika tafi. Faqat Hanafi mazhabining qarshida ma'lum bir sabablardan biliq ulab qolib, masalan lahan yakishni kurab qo'g'a bo'lib ketishni yurak istolsa biliqda. Ya qattiq so'g'aq bo'lsa tunglab ulab qolishi mumkin. Yoki boshqa sabablardan ulab so'ngsilaylab qolgan biliq bo'lsa makruh deydi. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا يعني الكوفيين لمكة تحريمي. شو أنا في مذهب الزقاء المكروه عند محمد حرام وعندهما هو إلى الحرام أقرب. باب السمك يموت في الماء.
أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن سعد بن الجاري بن الجاري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحيتان يقتل بعضها بعضا يقتل بعضها بعضا ويموت صردا قال ليس به بأس قال وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك قال محمد وبهذا نأخذ إذا ماتت الحيتان من برد أو حر أو قتل بعضها بعضا أو قتل بعضها بعضا فلا بأس بأكلها فإذا ماتت ميتة نفسها فطفت فهذا الذي يكره من السمك فأما ما سوى ذلك فلا بأس به. İbn Ömer radıyallahu anh'dan Sa'd el-Cari soraptı. Kitlar yoki akulalar bir-birini shunda yeb o'tirayotgan bo'lsa, parchasi qoldi masalan. Va yoki to'nglab o'lib ketgan bo'lsa, saradan degan sovuqda to'nglab o'lgan bo'lsa, ashuni yesak bo'lamdi, qala laysa bihi ba'sun. Uni yesi bo'ldi debdi. Qala Sa'd el-Cari dedi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma shunda deb qaraydi. Qala Muhammad rahimahulloh bi hada na'khud idza matat al-hitan min bardin aw harrin aw qatl ba'daha ba'dan desak bo'ladi yoki qatala ba'daha ba'dan desak bo'ladi. Sovuqdan, issiqdan yoki bir-birini o'tirib ulab qolsa, uni yeysi mayli. Fayda matat maytata nafsiha, o'zligida o'lab qolgan bo'lsa, uni o'zligida o'lab laylab qolgan bo'lsa, bu yeyish makruh bo'lgan biliqdir. Bu balki kasallikdan o'lgan bo'lishi mumkin, mikrobga kasal bo'lsa degandek mazmunni o'z ichiga olishi mumkin. Amma masva zalika fala ba'sa bihi. Bundan boshqa so'lab qolsa, yesi bo'ladi. Dengizning qirg'iga chiqib qolgan nimada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahoba ikramlari oziq-tulikka tugab nima qilgan chog'da qaysi bir sahobaning qo'mondonligida ambar degan bir hut lahang deylan, yo'g'on bir lahang, necha tonna kildigan bir lahangning qirg'iga chiqib qolganini uchratgan. Shundan bo'la shu 10 necha kun shu yerda shuning go'shtidan tomoq yeb, mayda o'zini maylab bir qiltiriqini nima qilsa, tigidin tugulan o'talgan deb Sahih Buxoriydami rivoyatlar bor. Buni ambar degan bir kitning Aptap sınıfı çıkan taşbaka. Bunu bozlaş gerek mi ki taşbakada yakında koşmak kalılık nasıl? Ya ki hem de olmalı suda köp yazsa suyunun ayını, kuruklukta köp yazsa kurur. Ya ki kuruklukta avidağın bulup kalsa şunda deydim. Babun zekatul cenini zekatul ummihi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطنها ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. زكاة الجنين زكاة degan şu bo'g'izlash. Bo'g'izlash orqali biz buning mikrob qonlarini chiqarayotganda bu bir xil paklash bo'ldi. Paklash degan ma'noda bo'lishi mumkin. Ya'ni bo'g'izlash sog'liqning qo'sqidagi to'ralmini qanday qilsak, qanday paklab yegan bo'lamiz. yoki shuni bo'g'izlash masalasi. Ida nuhiratun naqatu fa zakatu ma fi batniha zakataha ida kan qad tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu. To'liq yaratilib bo'lgan, uning shu nimalarmi chiqib bo'libdi masalan, junglari chiqib bo'lgan, to'liq yaratilib bo'lgan bunday ahvolda qo'saqdan hayot chiqib qolsa, uni bo'g'izlaymiz dedi. Agar o'lak chiqib qolsa, anasini bo'g'izlaganlik Moşunga kifoya qilamdi. Va Imom Muhammadning tahlilini anglasak balki bitirib bo'ldi. Akhbarana Malikun. Akhbarana Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt. An Sa'id ibn al-Musayyab أنه كان يقول زكاة ما في بطن الصبيحة زكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه. قال محمد وبهذا نأخذ إذا تم خلقه فزكاته في زكاة أمه ولا بأس بأكله. فأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه كان يكره أكله حتى يخرج حيا فيزكى. وكان يروي عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا تكون زكاة نفس زكاة نفسين. لا تكون زكاة نفس زكاة نفسين.
Said ibn Musayyib mo shunda ekan. Zakatu ma fi batn az-zabihati zakatu ummi. Sağlıqning qo'shilidagi shu qo'zininki bo'g'izlanishi, onasining bo'g'izlanishi shu dedi. To'liq yaratib bo'lgan bo'lsa, ya'ni oyat tug'ilsa, uni bo'g'izlash lozim albatta. Endi oyat tug'ilmasa, o'lak tug'ilsa, o'lak tug'ilib qolsa, onasini bo'g'izlagandan keyin hisob qildi deydi. Yuqorgi hadisimi, "Idza nuhiratun naqa fa zakatu ma fi batniha zakatuha", ya'ni to'liq yaratilib bo'lgan bo'lsa-mu, o'lak tug'ilib qolsa, onasini bo'g'izlashimiz shunga hisob bo'lardi. Ya'ni boshqa bo'g'izlashni ketmaydi, hisob bo'ldi demak. Agar faida xaraja min batniha, faida xaraja min batniha hayyan chiqib qolsa demakchi. Tirik chiqsa, bo'g'izlagan chog'da tirik ola olsak, uni bo'g'izlaymiz. Lekin tirik ola olmasak, onasini bo'g'izlaganligimiz shunga yetarli. Shu qo'saqdagi bolami halol bo'ldi demakchi. Bo'g'izdan qo'yib qo'ysam bo'ladi. Yo'q, shu yemakchi bo'lsangiz bo'g'izlab yeysiz degan gap. Cho'qim bo'g'izlang degan gap yo'q. Bo'g'izlayaptimi-da? Yey deb qolsang bo'g'izlab yeysa demakchi. Unda halol bo'ldi. Said ibn Musayyib shunda zakat ma fi batn dhabihati zakatu ummi. Idza kana qad nabata sha'ruhu wa tamma khalquhu. O'lak tug'ilib qolsa, shu onasi bo'g'izlaganimiz yetarli dedi. Endi Muhammad rahimahulloh dedi, biz mushqarashni olamiz. Idza tamma khalquhu, to'liq yaratilib bo'lgan bo'lsa-mu, o'lak tug'ilsa degan gap bormishada. Ya'ni biz endi tushunamiz. O'lak tug'ilsa, to'liq yaratilib bo'lib, onasini bo'g'izlagandan keyin qo'sqini yasak o'lak chiqadi unda. Ko'pincha o'lak chiqib qolsa, shu onasini bo'g'izlaganligimiz mush qo'saqdagi malni bo'g'izlab yeganga o'xshash. Ya'ni tu'tabaru mazkiyya bi zakati ummi. Halal bi dabhi ummi demakchi. Wala ba'sa bi akli. Yesak bo'ladi. Imom Malik deyislim shunda degan. Fa amma Abu Hanifata, Imom Malik yani ma ustozim bunda dedi, men Imom Malik ustozimning qarashini tutdim. Ammo yana bir ustozim Abu Hanifa fa innahu kana yakrahu aklahu hatta yakhruja hayyan fa yadhakka. Qo'sqini yag'gan vaqtimiz o'lay chiqsa, ya buni yesak bo'lmaydi dedi. Agar tirik chiqib qolsa bo'g'izlab uni yeymiz, bo'lmasa yemaymiz. Imom Shafiy va Ahmadlar yavermizgan. Va kana yarwi ustozimning asoslanig'ini Abu Hanifaning asoslanig'ini bu Muhammad orqali Ibrohimdan shunda rivoyat qilgan. Ibrohimning so'zi, annahu qala la takunu zakatu nafsin zakata nafsayn. Bir malni bo'g'izlasa, ikki malni bo'g'izlagandek unda hisob bo'lmaydi debdi. Endi bu Ibrohimning xay tabi'i deylar. Jama kichik tabi'lardan. Lekin Imom Abu Hanifa qanday bo'lsin bir salafning ra'yini tutibdi. Ammo jumhurning qarashi ash hadisga tayangan. Zakatul janin, zakatu ummi degan. Bu hadisda unda sanadda azroq gap so'zi bo'lsa-mu, Hasan darajalik hadisda Abu Hanifa uni tushunishda o'zining qoidasi bo'yicha tushunib, zakatul janin, zakatu ummi. Ash qo'saqdagi bolni halol bo'lishi, onasiga o'xshash bo'g'izlansa halol bo'ldi deb tushungan. Jumhurlarcha qo'saqdagi bolning shar'iy tarafdan bo'g'izlanib halol bo'lishi onasining bo'g'izlanishi bilan halol bo'ldi deb bunday tushungan. Bu iborada ehtimollik bor. To'liq yaratilmagan taqdirda Hanafi mazhabda, Maliki mazhabda uni hech bo'lmaydi. Mavamda yaratilib bo'lsa, yo'q yaratib bo'lsa bo'g'izlash lozim deydiganlarga nisbatan Imom Muhammad, Imom Malik o'tirib turdi. Abu Hanifa matrabda, Shafi'lan Ahmad matrab turdi. Mutlaq bo'lmaydi, mutlaq bo'ldi. Yo'q, to'liq yaratib bo'lgan bo'lsa, o'chaqda bo'g'izlanish bo'ldi. Shunda bo'lish kerak. Babun aklul jaradi. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة من جراد فآكل منه قال محمد وبهذا نأخذ فجراد زكي كله لا بأس بأكله إن أخذ حيا أو ميتا وهو زكي كله على كل حال وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Çeketkenim zalal dedik-ku. Hazreti Ömer sorulgan çağda qaf'a bir zembil bir suvat degandek. Menda
bir soat ya bir zambil chekatga olgan bo'lsa, men shuni yegan bo'lsam deb arzu qilaman deb ekan. Aşamir neyden? Ayrıca mesela yoğan sarı birini, Hasan Şerif'in birini xiyal qilsanglar yoki o'ldi ko'rsanglar, shuni qilsang shunda yo'g'on xomidek qildim. Balki 30-40 neyse tik to'ydigan. Zakiyun kullu. Bu hammasi shar'iy bo'g'izlangan hisobda halol demoqchi. Bu o'lag bo'lsin, nima bo'lsin, har qanday ahvolda, ya'ni buni birisi o'ttasin, ya dasvasin, yoki o'g'lisin, masalan, to'g'lan o'labdi deydi. Yoki kafir tutib akasimi, musulmon tutib akasimi qanday ahvol bu halol demoqchi. باب ذبائح النصارى العربي. أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة. Arabning nasaralari, xristianlari bo'g'izlagan go'shtlarni yeyishga bo'lamdi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shularningki bo'g'izlagan go'shtlar haqida so'ralgan chaqda esi bo'ldi degan. Va o'sha oyatni dalil qilgan. Va may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Shu xristianlar haqida kelgan o'sha oyatda va may yatawallahum minkum sizlardan shular bilan do'st tutib, shularni igi qilib olsa, shulardan bo'lib ketdi. Ya'ni shularning hukmida bo'ldi. Emniyette hakikaten oldum bombasımı yani hakikaten oldum bombasımı deyen gap asli bu Nasara diyen Beni İsrail. Yani Yahud Nasaralar Beni İsrail kavmi fakatlam. Hatta Yahudilimi azar o halka adam birisi ben Yahudi oldum deb kelse kabul kılmaydı. Çok anısı Yahudi bolsa anına bizden deydi. Yani Beni İsrail'den de kabul kıldı. Yahudilde onda diniga misyonerlikle teşvik kılıp Çıkadımına başka milletlerin çıkadığını çizgizgan da teşvikat yok bunun. Kalmaydı. Yani Hristiyanlar asli bu Hristiyan diyaneti mi? Uç Beni İsrail'in ki şu kavmi has bir diyanet. Dünyayı dinlemez. Keyin andan buna Tomal Akvinima birisi dünyayılaştırıp lan başkalığıma teşvik kılgan da buluvagan. Ondan bu Araplar hakikaten aşonun dini kirep Hristiyan boğalılara hakikaten Beni İsrail demez. Lekin Beni İsrail'nin hükmüde deymiz. Nima uchun hamda bunda so'raldi esa, Nasaralar o Tavrat İncil tushgan Beni İsraildan emasdi. Onun ekan, shularning hukmida muomala qilamiz deb javob bergan. İbn Abbas radhiyallohu anhu. Şu dinge kirgenler shularning hukmida, lekin bu Arab bo'lsin, Türk bo'lsin, şu dindagi kishining hukmida demakchi. Ya'ni uningki bo'g'izlagan narsalarni yegil bo'ldi. Aslidagi tan Bani İsrail Nasaralarning bo'lgan bo'lsa, bizlar nima bo'lgan degan Arab Nasaralar Ha? Ya so'rashda shunda hamda. Ma Arablar bu Bani İsrail emas. Bunun bo'g'izligini hamda qoninkini yeymiz hamda Qur'on Karimda va ta'amulladina utul kitab halul lakum iniq dedi degan ekan, ma nasaral cho bizning Arab nasaral degan ekan, shuni hukmida va istidlol mamnat yomon istidlol. Bunda dalil keltirish oddiy gap emas. Va may yatawalla minkum degan xitob kimga? Musulmonlarga yoki Arablarga. Sizlardan Arab aysanlar şu nimalar dinil kirib, shulan qarindoshlar bundan nima qilsanglar, shularning hukmida degan. Babu ma qatala al-hajar. باب ما قتل الحجر. أخبرنا مالك أخبرنا نافع قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فتركه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأما الآخر فذهب عبد الله يزكيه بقدم فمات قبل أن يزكيه فتركه أيضا. قال محمد وبهذا نأخذ ما رمي به الطير فقتل به قبل أن تدرك زكاته لم يؤكل وإلا أن يخرق أو يبدع إلا أن يخرق أو يبدع أن يخرق أو يبدع فإذا خرق
أو بدع فلا بأس بأكله وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Taş bilan o'tgan narsaning hukmi, ya'ni tash bilan degani shuning turi bilan, vaqti tugab, badanni tashmay, qon oqtirmaylam, shundalam so'qilab o'lgan narsa emas, so'zmoqda atgandek. Nafi adabda Jurf degan Madinaning sirtidagi yaqin bir joyda ikki qushni bir tash bilan so'qdim deydi. Yana bir rivoyatda bir hajarayn mavamda yo'g'on tashlatgan bo'lsa, bir nimada ikki qushqach bo'lib ketishgan bo'ldi. Birisi o'lib ketdi, o'lib qolibdi. Uni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu tashlatdi. Yani ikkinchisi shunda jinva holatda o'lmaganda Abdullah radhiyallohu anhu buni kaka ya chot bilan, qadum degan kaka ya chot yog'ochning xaratning nisiga bu. Shu bilan bo'g'izlay deb shunda bir po'cha umilab qoldi, shuni uni tashlatdi. Qali Muhammad va biyadana ma ruya bihi tayr faqatala bihi bir narsa attiq qushqa. Shunlar shuni o'ttasa qabla an tudraka zakatuhu lam yu'kal. Shuni o'ttirib qolsa biz uni bo'g'izlab ulgumsak yeyilmaydi. İlla an yaxriqa. Faqat tash badanni tishib qon oqtirgan bo'lsa yoki bir yerini yerib qon chiqqan bo'lsa, ibada degan nima? Bundoq yaqtadi deb. Bunga yeribdi deymiz endi. Boshini yeribishning birisining ismi badi'a deb degan u. فإذا خرق أو بدع فلا بأس بأكله وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب الشاة وغير ذلك تزكى قبل أن تموت. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره بأكلها. ثم سأل زيد بن ثابت فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إن الميتة لا تتحرك ونهاه. قال محمد إذا تحركت تحركا أكبر الرأي فيه والظن ده سمبل كان والظن أنها حية أكلت، وإذا كان تحركها شبيها بالاختلاج وأكبر الرأي والظن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله أمر بالطاعة صلاة القيامة محمد صلاة الفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته تترفع عنك لا تخلف الميعاد ولنا إلا الله Abu Hurayra radhiyallohu anhudan so'di. Bir qo'yni bo'g'izladi. Bo'g'izlagandan keyin buni ba'zi yerlari bo'g'izlab bo'lgandan keyin midiladi. Midilgandan keyin Aysan buldi-da. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan so'rabdi. U o'lib qolgan hayvonni ba'zida shunda mutanshirashba deb yemagan dedi. Aysan bo'g'izlab bo'lgandan keyin o'lib bo'lgandan keyin ba'zi yerlar lik titraydi-ku. قال محمد إذا تحركت تحركا أكبر الرأي فيه والظن أنها حية أكلت. أش مدلغان شغدا أبو تركان دب ملشر ديالسك هنا يمس. أما اختلاج غوخشاش اختلاج جن أشدا بدن أعضاء لقصة بوغان يمكن بتسترجن دك إشل بلوه أشندا أهول بلاب قاسا بقولب بوغان كن دب فرز قيساق يلميدو دمشق. باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أزكي هو أو غير زكي. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان فلا ندري هل سموا عليها أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال وذلك في أول الإسلام. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة إذا كان الذي يأتي بذلك مسلم أو من أهل الكتاب فإن أتى بذلك مجوسي فذكر أن مسلما ذبحه أو رجلا من أهل الكتاب لم يصدق ولم يؤكل بقوله. Birisi go'shtni setyapti, lekin u shari bo'g'izlanganmi, emasmi deb qolmay qolsa qanday qiladi? Urva an abihi akhbarana Hisham ibn Urva an abihi dedi. Shunami? Hisham dadasi Urvadan rivoyat qildi.
Qala so'zli Rasululloh deb shunday bunun bulda mursal. Lekin İmam Buxoriy an Urva an Aisha deb mavsul rivoyat qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday so'raldi. Sahroliklardan ba'zi kishilar go'sht ekiladi. Uni bismillah deganmidi, bo'g'izlagan chaqib demaganmidi, bilmaymiz, qanday qilamiz desa, sizlar bismillah deb yaringlar degan. Chunki musulmonning ahvoli nima shu bismillah deb bo'g'izlash tabiiy ahvol bo'lg'achqa, yavasang bo'ldi, dargumon bo'lmay demoqchi. Qala degan shu faili İmam Malik. İmam Malikning tahlili ma'lum. Bu islomning dastlabki davrida, ya'ni Madinaning atrofida taqa ba'zi musulmon bo'lmagan badaviylar bor, ba'zi qabilalar musulmon bo'lgan bunda holat ditdi demoqchi. قال محمد وبهذا نأخذ فهو قول أبي حنيفة إذا كان الذي يأتي بذلك مسلم أو من أهل الكتاب مسلمان يعني أهل الكتاب لبقاسا عادة بولمن كي بوزدغنı يسك بولدو ديگن برن بوغاشقا ميلا فإن أتى بذلك مجوسي أتشپرس ياكي خطاي ياكي كومونست يا بتپرس بندا اكيب قاسا فذكر مسلمان ذبحه عند خطاي دمس اكلب بنا uyg'urda muslim bo'g'izganda yoki xristianni muslim bo'g'izgan deb qolsa uni ishonmaymiz. Chunki kafir valam yukkal biqawli uning gapiga asoslanib turib bizning holat deb yesak bo'lmaydi. Chunki kafirning o so'zni biz qabul qilsak bo'lmaydi. Yani diyanat masalasida, din masalasida, halol haram masalasida kafirning so'zini qabul qilsak bo'lmaydi demoqchi. Fataharraka ba'duha degan bo'g'izlab bo'lgandan keyin midilabdi. Kitap bo'lsa shu Qur'oni Karimda shu kafir deb turib, ahli kitob deb buni ayrim nuqildi. Laqad kafaralladin qalu innalloha thalithu thalatha. Shu kafir dedi. Alloh taolo kafir dedi. Lekin bu Alloh edi kafir. Kitap tushirilgan qavmdan qiyomatga ishindi, Alloh ishindi, payg'ambarga ishindi. Bu mundaroq yengilroq buning kufri. Şu partiya azadan kafir dedi. Komünist, vatani, mecusiga o'xshash. Hozir ham shu Yevropalikning ichida endi kommunistlari, dahriylar bor. Buning ichida endi xristian kirish belgisini olgan xristian emas. Men xristian deganlar bo'lsa, undan bo'zlig'ini esi bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك